Uyqudan ham turib oldimiz. Hammaga barcha salom, sizlar bilan men Riyan. Bugun birinchi videom YouTube'da. Bizlar esa bu kanalni 100 ta qilamizlar. Sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosingizlar. Iltimos sizlardan va men hozir Jonon Merning oldiga boraman. Jonon Mer menga bir maslahat aytgan edi. Hozir Jonon Merning oldiga boraman. Assalomu alaykum Jonon Mer. Va alaykum salom. Senga bir ish bor edi. Qanaqa ish Jonon Mer? Menga 15 ta darog' olib kelishing kerak va 10 ta tosh olib kelishing kerak. Xo'p, Jonon Mer. Hozir olib kelaman. Mana buni nega tozalamayapsan deganlar, buni Jonon Mer aytgan edi menga. Buni birinchi kelganlar tozalamash kerak edi. Hozir men Jonon Merga tosh va daraxt olib kelishim kerak va mana buni olamiz va kirkan olamiz va endi hozir olib kelamiz. Va bo'ldi. Endi yo'l olamiz. Jonon Mer ham o'zi yartak ish beryapti. Bunaqa ishni 1 minutda qilaman. Mayli, nima ham deyardik. Hozir ana bu yerdan olib kelaman. Va mana hozircha 6 ta bo'ldi. Mana buni ham olaman. Sizlarga qaysi YouTuber yoqadi? Artifact yoki hacker? Kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Va mana bo'ldi. Jonon Merga shu ham yetadi. Va tosh olishim kerak edi. Hozir bu yerdan olmaymiz, kondan olamiz. Yo'q, kondan olish shart emas. Va mana shu yerdan olamiz. Yo'q, bu yerdan olmaymiz. Juda uxlabman o'zi ham. Hozir men tosh olaman. Va mana tosh. Va bo'ldi. 12 ta bo'lib ketdi va bu yerdan chiqamizlar. Yo'q, qolib ketdim. Hech qisi yo'q. Hozir chiqaman. Mana chiqib oldim. Mana endi buni qo'yaman va bo'ldi. Jonon Merga olib beraman. Hozir aytgancha ikkinchi videomda bir bola kelar ekan. Ismini bilmadim. Mana olib keldim Jonon Mer. Ha, olib keldingmi? Mana bu yerga qo'y, sandiqqa qo'y. Xo'p, Jonon Mer. Jonon Mer juda boyda. Seni nima ishing bor? Prosta aytyapman Jonon Mer. Va bo'ldi. Endi hozir uyimga boraman. Va mazza qilib dam olaman. Telefonda bir narsalar qilaman va
bir jitillar ketgan shaharga. Hozircha jitillar yo'q. Hammasi shaharga ketgan. Janomer men boraman degan do'stlar. Qishloqlar bo'lganda hozir gaplashib yotardim. Hozir bir-ikki o'rmonda sayl qilib kelay. Olma bor ekan mana bu yerda. Bo'yim yetmayapti-ku axir. Mana oldim olmani. Qo'nim juda ochiq qolib ketgan ekan. Va mana bu yerlarni bir aylanaman. Mana o'rmon juda go'zal. Bo'ldi. Hozir uyimga bormasam bo'lmaydi. Charchab qoldim juda. Yugurishga kuchim yo'q. Va